erkak baxtini qutqaramiz. Antiurum barglari qorayib ketgan. Bugun yangi sotib olgan antiurum gulimni пересадка qilaman. Chunki gul transportirovочный gruntda keladi. Grunt zich va unda oziqa bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Barg chetlari qoraygan. Antiurumda bu holat ko'pincha sovuq havo sifatidan yoki stress sababli paydo bo'ladi. Endi gulni ehtiyotkorlik bilan tuvakdan chiqarib tomirlarini tekshiraman. Tomirlari oppoq va qattiq. Bu sog'lom ildiz belgisi. Demak, muammo ildiz chirishida emas. Gruntni tarkibiga qaraymiz. Kokos chips va to'rt bor, lekin boshqa yengillashtiruvchi qo'shimchalar yo'q. Bunday tuproq tez zichlashadi va antiurum ildiz havo yetishmasligidan qiynaladi. Kecha sug'orib qo'yganim bekor bo'ldi. Ho'l tuproqdan ildizlarni tozalash juda qiyin. Пересадка qilishdan oldin gruntni quritib oling. Mana ildizlarni tozalab oldim. Ozgina yo'qotishlar bo'lishi normal. Bir ikkita ildizlarni sindirib qo'ydim. Hech qisi yo'q, yangi ildizlar o'sadi. Endi antiurum uchun to'g'ri grunt tayyorlayman. O'zim tayyorlagan universal gruntim ichida sosnovый kora bor. Bu antiurumga yoqadi. Havodorlik uchun seramis, biroz kokos chips va sfagnum qo'shaman. Tuve sifatida prozrachniy yelim idishni tanladim. Ildiz holatini kuzatish oson bo'ladi. Tagiga drenaj uchun perlit solaman. Ozgina grunt tashlayman va gulni joylayman. So'ng ildizlarning orasini aralashma bilan to'ldirib chiqaman. Bo'sh joylarini tayoqcha yordamida tuproqni tushirib to'ldirib qo'yaman. Bo'lmasa bu joylardagi ildizlar vaqt o'tib suv tegmaganidan quriydi. Natijada chirish boshlanishi mumkin. Kichkina bolasini ham ajratmay yoniga o'tkazib qo'ydim. Пересадка tugadi. Endi antiurumni issiq joyga qo'yaman va ertasi kuni sug'orib 3-5 kun kuzataman. Keyingi videoda natijasini albatta ko'rsataman.